8 yoshlik qizimiz bosh miya degan yuz kasallikdan ko'zi ko'rmay qolgan, qulog'i eshitmay qolgan, yurmay kelgan O'zbekistonga. 1 yil davomida ishladi lekin ular 1 yil ishladi. Onkologik kasallikdan 1 gram qolmagan. Hindistonga borib nur qilamiz, kimyo qilamiz olib borishgan. Sal soppa-sog'lom sal nima qilinar endi? Qo'shnilarim chiqadi deydi, yig'laydi, qaytib ketadi deydi. Qarindoshlarim keladi deydi, yig'laydi. Aka-ukalarim, opa-singillarim keladi, yig'laydi, qaytib ketadi. Men endi hayotga qaytmasam kerak. Ayniqsa yaqin 3 oy ichida 2 yoshlik bolalar juda ham ko'payib ketdi. Bosh miya degan onkologik kasallik, suyak degan onkologik kasallik, qon degan onkologik kasallik bo'yicha Siz o'zingiz ham qalinglarni shunchaki loyiha sifatida boshlamagansiz, to'g'rimi? yo'q. Sizni hayotingizda ham Bo'lgan. shu vaziyatlar Onkologik kasallik bo'lgan. Hayotimizda shu og'riqlarni his qilgansiz. Albatta. Bir hafta yashaysiz degan xolos shifokorlar Baxtxon ayaga qarab. Bu gap qachon aytilgan sizga? Xudoga iltijo qilaman. Qanaqa duo bo'lsa shu sog'lik haqidami, tinchlik haqidami hammasini yodlab har kuni. Nimaga himyogingiz kelmadi? Chunki men 4 marta oldin bildim-da juda ham yomonligini. Keyin juda ham qiynaldim. Hattoki shu mayli Xudo naqani nima deydi, umrim Xudoyim umri qancha bergan bo'lsa o'shini yashayman. Olmayman himiya dedim-da. Shuni oldim, shuni ichganimdan keyin 3 kundan keyin 4-kunidan keyin biram endi o'zimni shunaqa yaxshi his qildim. Operatsiya bo'lmaganimdan oldin shuni uchratganimda bo'lmasmidi ekan, shu operatsiya bo'lmay qolarmidimmikin deyman. Allohga shukr, mana 5 yil davomida bir marta na ximiya, na nur, na suv qolmagan. O'simta kichkinashib so'rilib ketgan, Allohga shukr. Anu qiz gapira olmayapti deydi, lekin og'zidan kislorodni olyapsam qo'lim mahkam ushlab turibdi deydi. Olmay kislorodni. Yashagim kelyapti meni deb aytyapti deydi-da. Ayolim ko'rmasin, ayolim eshitmasin deb kechasi yassig'ini tishlab yig'layman deydi. Og'riq shunaqangi bo'lganligidan. Endi Bu narsani sahnalashtirish bizga ne darkor? Haqiqatdan natija olib turgan insonlar bo'lsa, 1 oy davomida iste'mol qilgan yana bir erkak onkologik kasallik suyakdagi bo'lgan 70% so'rilib ketgan. Hindistonga borib tekshirtirdi. O'rta Osiyoda, Amerika, Rossiyada hattoki, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston ichayotgan joyda insonlar juda ham ko'p bu narsani. Assalomu alaykum. Ijodiy safar bilan Farg'onaga borganimizda hali 50 ga ham kirmagan ayolning hikoyasidan qattiq ta'sirlandim. To'g'ri, yashayotgan muhiti, u yerdagi sharoit e'tiborimizni u qadar tortgani yo'q. Chunki gapirilayotgan gaplar ortidagi og'riqlar bizni qattiq og'rintirdi. 45-50 yosh atrofidagi ayolning turmush o'rtog'iga vasiyat qilishi, o'lsam kelarsiz degan gaplarni aytishi, yaqinlaridan uzila boshlashi, yotib qolishi, hammadan ajrashi, kelganlarning endi onkologiyadan o'tib qolarkanda degan nigohlarini hazm qilishi u ayolni shu qadar og'ir holatga tushirgan. Shifoxonalarda davolangan, choralar ko'rishgan, ilgari ko'krak bezi saratonidan aziyat chekkan, keyin jigarida bu muammo aniqlangandan keyin hayoti shu qadar chigallashib ketganidan hatto yaqinlari ham kulmay qo'ygandi, deydi biz bilan suhbatda ayol, uning qo'ni-qo'shnilari, farzandlari. Lekin ularning hayotiga shunday bir yechim kirib keldi. Va hozir shu yechim haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Siz bilan ilgari ko'p onkologik kasalliklar haqida gaplashganmiz, uni yechimlari haqida gaplashganmiz. Lekin men borib shu bemor ayolni og'rig'ini his qilganimdan keyin eshitib turib, to'laqonli his qilib bo'lmaydi. Og'rig'ini eshitganimdan keyin haqiqatan ham bu yo'nalishdagi odamlarni qutqarish kerak degan xulosaga keldim. Albatta. Halila mahsuloti ostiga shior yozibsiz, og'ir kasalliklarning yengil yechimi. Haqiqatan onkologiyani og'ir kasallik deb ayta olasiz, to'g'rimi? Mana ichida necha yildan beri yuribsiz. Albatta, hozirgi paytda bu juda ham og'ir kasallik hisoblanadi. Ayniqsa ko'pchilik yoshlarimiz, yosh katta insonlarimiz orasida juda ham ko'p tarqalyapti hozirgi paytda. Bu kasallik kundan kunga yosharib boryapti. Chunki oldin ko'pincha holatlarda 50-60 dan keyin bu kasallikni kuzatsak, hozir 1 oylik chaqaloqda ham, 3 oylik bolada ham, 6 oylik, 2 yoshlik bolada ham, ayniqsa yaqin 3 oy ichida 2 yoshlik bolalar juda ham ko'payib ketdi. Bosh miya degan onkologik kasallik, suyak degan onkologik kasallik, qon degan onkologik kasallik bo'yicha juda ham ko'pchilik inson chiqib, xayla mahsulot iste'mol qilayotgan insonlar juda ham ko'p.
Va bir narsa savol bermoqchi edim sizga. Hozirgi misol keltirgan ayolingizni siz o'zingiz uchratib qoldingizmi? Suhbatlashib qoldingizmi? Biz o'zi aslida jigardagi muammoni bartaraf etilgani to'g'risida suhbatlashish uchun borgan edik. Jigardagi onkologiyani yengish uchun Halila mahsulotidan foydalanganini aytib qoldi-da, parallel ravishda boshqa dorilarga qo'shimcha. Va u ayol aytayapti-da, shifoxonaga shu mahsulotni qabul qilganimdan keyin bordim deydi. Tetik holatga keldim deydi, yura boshladim deydi. Va shifokor qarab turib, nima qildingiz deb savol beryapti. Shifokorlar ham hattoki hayron deydi. Tabiiyki bu mahsulot haqida ayta olganim yo'q. Yana nimadir gaplar ko'paymasin dedim. Lekin ana shu joyda yotganlarni juda ko'pchiligidan eshitdim. Endi biz ham murojaat qilamiz degan gapni deb aytib qoldi. Endi men masalan tomoshabinlarga aytaman-da, Halila mahsulotini ichib foyda topdim degan gapni eshitish uchun biz shu Toshkentdan Farg'onagacha boribmiz-da, qarang, taqdir taqozosi bilan. Bo'lmasam bizga nima? U ertaga to'qisak Toshkentda ham to'qib qo'yaveramiz bitta uyga kirib, masalan. Lekin real natija bo'lganidan biz ham quvonib qaytdik. Ayniqsa sizni mana bu kutilmagan holatda bo'lgan bo'lsa. Kutilmaganda bo'ldi. Tashqi tomonlama kuzatganingizda yoki eshitganingizda o'zingizda fikringiz qanaqa bo'ldi? Ochiq oydin. Qarang, meni e'tiborimni tortgan jihati ayolni saqlab qolish uchun hamma bor kuchi bilan harakat qilgan. Bor budini sotgan. Hattoki sotish uchun uyimizda narsamiz ham qolmadi deb aytdi-da. Qo'shnilarim chiqadi deydi, yig'laydi, qaytib ketadi deydi. Qarindoshlarim keladi deydi, yig'laydi. Aka-ukalarim, opa-singillarim keladi, yig'laydi, qaytib ketadi. Men endi hayotga qaytmasam kerak. Dadasi og'irlashyapman. Kelmay turavering. Mabodo o'tib qolsam kelasiz. Yana nimadir bo'lib tuzalib ketib qolsam yo'l kirezga ovora bo'lmang degan gaplar aytdim hattoki xo'jayinimga deyapti-da. Endi farzandlar yonida o'tirgan qizini og'rig'i buni shunchaki hazm qilish qiyin bo'ldi menga. Insonlar borki, 2 yoshlik farzandini quchoqlab yig'lab telefonga kecha promo efir qilman Telegramda. 2 yoshlik farzandini bosh miyasi onkologik kasallik bo'yicha Halila mahsulotini o'sha buyurtma qilmoqchi emas deb doktorlar javob berib yubordi. 4-bosqichga o'tib ketdi. Doktorlar javob berib yubordi. Nima qilishni bilmayapman deb qo'ng yig'layapti promo efirda. Bola уже komaga tushib qolgan. Endi tasavvur qiling, komadagi insonga siz komada yotgan paytda ichayotgan insonlar ko'p Halilani. Ya'ni qanaqa kateter orqali shpritsga erib turib, shprits orqali quyishayotgan insonlar bor, yo'q emas. Natijada inson olgan insonlar ham bor, yo'q emas. Ona ham qo'ng'iroq qiladi. Ya'ni mijoz emas, ona qo'ng'iroq qiladi, ota qo'ng'iroq qiladi. Bemorning kimisidir. Ha, umr yo'ldoshi qiladi yoki onasi uchun qiladi, otasi uchun qiladi. Bu insonlar bilan gaplashish turib, o'sha insonni o'rniga o'zingiz qo'yib ko'rib yoki his qilasizda, baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, chunki sizni farzandingiz bo'lishi mumkin yoki siz aytaylik siz ham farzand bo'lishingiz mumkin yoki sizni ayolingiz yoki siz ham misol uchun aytaylik kimdir eri bo'lishingiz mumkin. Siz o'zingiz ham Halilani shunchaki loyiha sifatida boshlamagansiz, to'g'rimi? Yo'q. Sizni hayotingizda ham shu vaziyatlar bo'lgan. Kasallik bo'lgan, hayotimizda yaqin Shu og'riqlarni his qilgansiz. Albatta, onkologik kasallik bo'lgan, yaqinimizda bo'lgan, bizda bosh miyada bo'lgan, miyada tuxumdek kattalikda suv yig'ilgan bo'lgan. Kista bo'lganda? Yo'q, o'simta bo'lgan, undan tashqari suv bo'lgan. Har kuni bir xil vaqtda suzurgi bo'lardi. O'shdan 20 minut, 15 daqiqa suzurgi davom etgan. Operatsiya qilamiz deyishgan, miyani ochmaymiz, tanagini og'izning ichidan kiramiz deyishgan, chunki orqa miyada eng pastda joylashgan bo'lgan o'simta. Biz yo'q deganmiz, Allohga tavakkal qilganmiz va shu narsani iste'mol qilish boshlaganmiz. Allohga shukr, mana 5 yil davomida bir marta na ximiya, na nur, na suv qolmagan. O'simta kichkinalashib, so'rilib ketgan, Allohga shukr. Hech qanaqa na kattalashmaydi, na kichkinalashmaydi, o'zi blokada bo'lib qotib qolgan joyida. O'zingiz shu jarayonlarni ustida turib kuzatgansizda, shu bemorga menimcha yordam ham ko'rsatgan bo'lsangiz kerak o'z qo'llaringiz bilan. Har kuni bir paytda shu soatni kutib o'tirishdan og'ir bo'lmasa kerak, epilepsiya bo'ladi degan. Bunaqa narsada juda og'ir. Ayniqsa misol uchun aytaylik, eng og'iri o'zi ko'proq insonni, o'sha yaqin insoningizni ko'rib turib, unga yordam bera olmasligingizda. Ya'ni u inson so'nyapti. Aytaylik, juda ko'pchilik inson chiqgan qo'ng'iroq qilishgan aytadi. So'nyotgan insonni ko'rib turib, na unga yordam, pulingiz bor, mol dunyoyingiz bor, sog'lig'ingiz bor. Manikini ola qolsin deysizda. Men sog'lig'imni beray deysizda bir xil payt. Lekin yo'q. Iloji yo'q u narsani. Yana qanaqa og'riqlar his qiladi
rak odammi, bemorni yaqinlari ichida? Xo'p, 5 soniyadagi u inson bormi yo'qmi uni hech kim bilmaydi. Eng yomoni shu. Eng yomoni shu, misol, chunki rak kasali shunaqa kasallikki, uni bir inson, yaqin insonim yaqinda operatsiya bo'ldilar. Boshqa umuman yaqin insonim chetda yashaydilar ular. Chetda yashaydilar ular. Onkologik kasallik bo'yicha operatsiya bo'lishdi, lekin kimyodir hech narsa qilishmadi. Lekin 1 yildan keyin mana hozir yana operatsiya qilishga to'g'ri kelyapti ularni. Aytdim, qiyin bu, chunki u insonning farzandlari bor. O'zingiz o'ylab ko'ring, kichkina farzandlari bor. U farzandlarga ham ona bo'lish kerak, ularni voyaga yetkazib, uyli, joyli, egasiga topshirish kerak. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, baribir o'ylaysiz, chunki har bir inson o'zining farzandiga, ota-onasi o'zining farzandi o'ziga buyursin. Chunki hech kim o'zini ota-onasidek bolasiga baribir mehr bera olmaydi. Ming u yomon bo'lsin, ming u aytaylik kim bo'lishidan qat'iy nazar, lekin o'zining farzandiga ota-ona boshqa sharoit. Chunki baribir bu kasallik, rak kasalligi bilan misol kurashayotgan odam nima qiladi? Birinchi bo'lib o'zi bilan o'zi kurashadi. Oynaga qarab soatlab qaraydi, bitta xonaga kirib olib yig'laydi, siqtiydi, soch to'kilib ketgan bo'lsa, yoki aytaylik kimyo olib kelgan bo'lsa, rak kasalini eshitdim bo'ldi, u insonda o'sha depressiyaning eng kattasi boshlangan bo'ladi. U o'zi bilan o'zi kurashadi. Chunki u bilmaydiki ertasi tongga otadimi, otmaydimi. Aytaylik 3 oy davomida yoki 6 oy davomida oddiy 25 kunlik PET natijasini o'zida 25 kun qanaqa o'tkazganini bilmaydi inson. Chunki o'sadigani chiqarmikan, o'smaydiganimi? Sifati qanaqa bo'ladi? Turi qanaqa bo'ladi? Metastaza berganmikan, bermaganmikan? 25 kun davomida u 25 marta o'lib tiriladi. Undan ko'p bo'lmasa agar. Chunki u inson kechasi o'zi bitta o'zi yotganida iloj bo'lsa yostiqdoshini ham chiqarib yuboradi o'sha inson. Bu aniq. Chunki meni ko'rib shu xotiralar bilan eslab qolmasin deydi-da inson. Rak kasali bilan kasallangan inson. Chunki ko'p kasallik bilan gaplashganman. Yaqinda bir inson bilan gaplashdim. Ayollarini Hindistonga olib borib qatnab kelardilar. Onkologik kasallik 4-bosqich, 3-bosqichda adashmasam o'tib ketgan, foydasi yo'q deyishgan. Telefon qildilar. Yusufbek, suyunchi bering. Labba eshitaman. Onkologik kasallikdan 1 gram qolmabdi organizmda doktorda. 1 gram. Bir oy davomida iste'mol qilgan yana bir erkak onkologik kasallik suyakdagi bo'lgan 70% so'rilib ketgan. Hindistonga borib tekshirtirdilar. Tasdiqlov Hindistonda. Tasdiqlov Hindistonda bo'ldi. 70% so'rilib ketdi. 8 yoshlik qizimiz bosh miyadagi onkologik kasallikdan ko'zi ko'rmay qolgan, qulog'i eshitmay qolgan, yurmay kelgan O'zbekistonga. 1 yil davomida ishladi lekin ular, 1 yil ishladi. Onkologik kasallikdan 1 gram qolmagan. Hindistonga borib tekshirib, Hindistonga borib nur qilamiz, kimyo qilamiz, olib borishgan. Hech narsa qilmaymiz, qaytib ketdilar endi degan. Sal onkologik kasallik yo'q degan. Sal soppa-sog'lom sal nima qildilar endi degan. Chunki Allohga shukr, yaqin oralig'ida juda ham ko'p natijalar eshitdim. Albatta bu odamga xursandchilik baxsh beradi, lekin baribir shifo Allohdan-da, hech kim bilmaydi kimga nima natija ko'rsatib berishini. Va bir narsaga e'tibor qaratdim-da, Yusufbek, mana siz ham bemorlar bilan ishlaysiz va o'zim ham bemorlar bilan gaplashaman. Qancha tez boshlasa, qancha erta boshlasa, shuncha tez natijaga chiqadi. Qancha vaqt uzoqqa cho'zilsa, o'ylanish, ikkilanish ko'paysa, natijani qabul qilib olish muddati ham shunchaga cho'zilib ketyapti ekanda. Men ba'zi bemorlar bilan gaplashganda shunga amin bo'ldim. Kasallikni aniqladim, qabul qilishni boshladim deganlarda natija boshqacha tezroq kelgan. Kasallik aniqlandi, ozgina kuzatdim, ikkilandim, gaplashdim, keyin qanchadir oy o'tib qabul qilishni boshladim deganlarda natija biroz boshqacharoqda baribir. Shunaqa bor. Hop, hozirgi paytda nima desammikin bu so'zingizga? Ikkilanish desammikin yoki o'ylanishmi yoki menda bo'ladi, siz aytayotgan narsa 1000 ta insondan salkam aytaylik 80% insonda bo'ladi bunaqa holat. Sababi nimaga? Oldin natija ko'ring. Kimda o'zgarish bo'lyapti? Mana shu odamda o'zgarish bo'lsa ishonaman. Shoshmang. Bu insonda agar o'zgarish bo'lmasa-da, sizda bo'lsa-chi? Bilmaysiz-ku, chunki hammaning organizmi har xil. Kimgadir 10 kunda, kimdadir 10 yilda, kimdadir 1 yilda, kimdadir 1 kunda natija ko'rsatib berishi mumkin. Chunki buni hech kim bilmaydi. Buni Alloh biladi. Lekin siz sababini qilish uchun boshlashingiz, hop mayli, kutdingiz deylik. Mana kuni kecha ishonasizmi yo'qmi? 1 yil davomida kuzatgan ayol Halila Maqsodovni buyurtma qildi. O'sha 4-bosqichga o'tib doktorlar javob berib olgandan keyin buyurtma qildi.
1 yil kuzatganman. 1 yil kuzatgan. Ixlosim zo'r, eshitaman dot. Nimaga olmay desam, bilmadim dot. Nimaga faqat oxirgi umid deb ko'ramiz? Nimaga faqat hamma narsa pichoq qinga borib taqalganda ko'ramiz? Nimaga oldindan boshlash mumkin emasmi? Bosh miyadagi onkologik kasallikka, ko'zdagi, bo'qoqdagi, ichakdagi, ko'krakdagi, buyrak, jigar, prostatadagi va undan tashqari qondagi, suyakdagi onkologik kasallikda ham yordam beradi Allohga shukr. Hattoki mana Halila.uz Halilani YouTube'ga kirib yozishsa, ko'rishadi. O'pkada ham, ko'krakda ham, bachadonda ham, bosh miyada ham har bittasi natijalarimiz bor. Alohida har bittasiga qo'yib chiqqanmiz tarafdan. Yana shu o'rinda bir narsani qo'shimcha qilmoqchiman-da, meni o'zimga ham direktdan juda ko'pchilik yozadi. Shu Halila haqida gapiribsiz, foyda beribdimi, bermabdimi? Men endi ular bilan uzoq muloqot qila olmaganim uchun saqlab qo'yib mutaxassislar bilan bog'lanishga yuboraman. Va shu o'rinda shunaqa yozadiganlar borda, sen o'tirib olib nimani gapiryapsan? Sen o'tirib olib manaqa narsani reklama qilyapsan. Sen ham manaqaga o'tib ketding. Men aytaman, onkologiya oddiy narsa emas. Onkologiya bu ustidan kulib va ustidan pul yeydigan narsa emas va buni ortidan og'riq olib, buni ichgandan keyin yechim topganlarni quvonch ko'z yoshlarini ko'rib turib, nimaga gapirmaslik kerak degan xulosani beraman-da. Va ana shu insonlarga qarata hozir yana aytmoqchiman, agar sizni boshingizdan onkologik kasallik shunga yaqinroq tashxis o'tmagan bo'lsa, yaqinlaringizda o'tmagan bo'lsa, hamma teshikka kirib chiqib chora topa olmaslik azobini his qilmagan bo'lsangiz, bizni gapirayotgan gaplarimiz sizga yetib bormaydi. Agar siz onkologiyani eshigini bir marta taqillatmagan bo'lsangiz, nimani gapiryapsan deyishga haqqingiz yo'q. Nimaga? Chunki shu narsa sizni boshingizga tushib qolmasin degan hadigimiz bor. Yaratganni o'zi asrasin. Haligi aytadi-yu, sen tushunni o'rmading, uni tushunmading, mana vaziyat beraman, tushunib ko'r endi. Shuni tushunib ko'r. Bunaqa holat juda ham ko'p bo'ladi bizda ham. Menda ham ayniqsa bo'ladi. Men aytaman, guruhimda yozishadi-da, rakni davosi yo'q. Hammanglar bab bo'lib ketasizlar. Shular yozgan insonlar bor-da. Men aytaman, astag'firulloh deylar. Qaytar dunyo. Oldin 40 yilga qaytgan bo'lsa, hozir 40 sekundda qaytyapti-da. Qaytar dunyo. Sizni yaqiningiz yoki kimdir qaytib shunaqa narsa bo'lib qolishi mumkin. Yoki menga yetishadi-da, shu narsani aytganimni aytaman. Ey, bilmaysan-ku men boshimdan nima o'tkazganimni. Nimaga qilasiz? Nima qilasiz? Birovni umidvor, birovni hozir ishonchini o'ldirib, kimdir misol uchun ertaga qo'lida bolasi bilan shu narsaga umid qilayotgan bo'lishi mumkin. Kimdir xotinini saqlab qolmoqchi bo'layotgan bo'lishi mumkin, chunki uni bolalari bor yo'qda. Kimdir erini, chunki eri olamdan o'tib ketib qolsa, Alloh asrasin, uni boqadigani yo'q. Kimga suyansin u? Yoki kimdir bitta farzandi bo'lishi mumkin. 18 yoshga kirgan, erini to'yini qilaman, papalab katta qilgan bolasi kasal bo'lishi mumkin. Shundan umid qilyapti, lekin mana bu kimdir qanaqadir kommentariy yozyapti. Undan ko'rasiz, to'shmanglar, hammaning dardinglarga Alloh shifo bersin. Sababini qilishdan to'xtamanglar desa bo'ladi-ku inson. Va shu o'rinda aytmoqchiman-da, haligi ekspert Instagramchi doktorlar bor-da, o'tirib olib Facebook'da, Instagram'da hali u yoqdan, hali bu yoqdan gapirishadi. Hali buni qo'liga olmagan, tarkibini o'rganmagan, aytaylik, yoki kimdadir sinab ko'rmagan, izlanish o'tkazmagan, foyda olganlar bilan suhbatlashmagan, lekin bu haqda bemalol negativ qilib bera oladi. Bunaqa inson juda ham ko'p. Lekin bemalol gapirishga qo'ying. 60 plus qilib yozganingizga mana hali e'tibor berdim-da, nima bu 60 plus 60 dan oshganlarga ham desam yo'q. Tarkibidagi 60 dan ortiq giyoh borligi haqidagi eslatma bu. Endi buni istalgan laboratoriyaga so'sa chiqarib bersa kerak mana deb. Albatta, bemalol chiqarib bersa. Shunaqa mutaxassislarga aytaman-da, divanniy kritik bo'lmasdan berinchi Yusufbek bittasini bizga ko'raylik. Men onkologman, foydasi tegsin, qilaylik shu ishni, dunyo tanisin bu narsani desa, bitta tekshiraylik, tarkibi shunaqa bo'lsa gap yo'q deydigan bir mard chiqdimi shu paytgacha? Yo'q. Ko'p insonlar bor. Hattoki gapirgan gap emas, agar shu narsadan ozgina bo'lsa natija olsam, xohlagan uy mashina olib, sen mashina beraman degan insonlar bor. Lekin menga bu narsa kerak emas. Chunki kimdir mana og'zidan bir og'iz shu narsa 100% yordam beradi deyishini xohlaydi. Chiqishini xohlashadi. Lekin bu narsa chiqmaydi. Chunki men o'zimni yaqinimga hattoki bu narsani 100% ishonch bilan misol uchun yordam beradi senga deb aytmaganman, chunki bilmayman. Chunki bu narsani Alloh biladi. Faqat sababini qilib, yaxshi niyat ichirish kerak-ku. Kimdir misol uchun hozir aytaylik kimyo olayotgan bo'lishi mumkin, kimdir hozirga nur yoki kimdir operatsiyadan chiqqan bo'lishi mumkin. Kecha telefon qilishyapti, operatsiya qildik. Endi men bu narsada misol uchun minus tarafini aytmoqchi emasman. Nimaga aytaman? Birinchi bosqich ular ham bilishgan ekan Halila borligini. 4-bosqichda o'sha operatsiya qilib
yana so'rashyapti endi ichmoqchimiz deyishyapti-da. Hozir o'simta butun tanani egallab olganda o'sha. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, nimaga biz faqatgina qachonki yo'l topa olmasak borib shu narsaga borib aniq qilamiz. Xuddi qabrni labiga borganda Shunaqa. chora qidiramiz. yoki aytaylik, odamlar chiroyli raqam olish uchun oylab o'chirta turadi. Yillab o'chirta turadi. Lekin nimaga sog'lig'i uchun yo'q? Nimaga men hozir bu narsani iching deyapman? Onkologik kasalligi bor insonga. Nega men sog'lom insonga mashina iching demayapman? Nega sog'lom inson olib ichmayapti shu narsani? Nimaga faqat kasal bo'lgandan keyin ichish kerak bu narsani? Aslida profilaktika uchun qo'l kelsa ham. Albatta, hozir 30 yoshlik bir insondan so'rang, necha marta umring davomida doktorga borgansan, doktor ko'rigidan o'tgansan deng. Necha marta derkan? Qoniqarli javob ola olmasligingiz aniqda bu bor edi. Endi onkologiya shunaqa kasallikki, aytaylik, yomon ko'rgan odamingiz bor, dushmaningiz deb faraz qilaylik. Shu dushmaningiz ham rak bo'lib qolganini eshitsangiz, shu ham tuzalib ketsin deb o'ylaydigan Albatta. kasallikda. Dushmanga ham ravo ko'rmayman bu kasallik. Dushmanga ham ravo ko'rilmaydigan Albatta. kasallik. Lekin shu kasallik tanasida borligini bilib turib vaqt o'tkazadigan odamlar bor. Juda ko'p. Juda ko'p. So'rayman. Qon ketmayaptimi? Ishtahangiz yaxshimi? Yiring ketmayaptimi? Yorib chiqmadimi so'rayman. Yo'q. Alloh saqlasin, unaqa narsa yo'q deydi. Alloh saqlasin, bo'lmasin, lekin bo'lishi mumkin agar oldini olmasangiz deyman. Kimdir kurashadi, kimdir kurashmaydi, kimdir doktorga boradi, kimdir bormaydi. Shunaqangi insonlar bor, bilamanki, deydi, menga hozir yomon narsa aytadi, doktorga bormaydi. Men iltimos qilaman, doktorga boring, tekshiruvdan o'ting deyman. Men iltimos qilaman. Meni mana shu halilam shunaqa eliksirki, doktor shart emas degan gap aytilmaydi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Buni ichdan bo'ldi, doktorga bormayman degan narsa yo'q. Borish kerak inson baribir. Nega bormaysiz? Meditsinani misol uchun hech kim yomonlayotgani yo'q. Meditsina borki, insonda hozirgi paytda qancha kasallik aniqlanyapti. Agar meditsina bo'lmaganda hozir rak borligini qattan bilishardi u inson. Bir-biriga tirgak, ko'makchi. Albatta, har bir narsa bir-biriga bog'liq. Lekin har doim men bir narsani aytaman, men ko'pchilik aytadi, ximiya oldim, operatsiya qildirdim, endi halidan ichsam bu ta'sir qilmaydimi deyshadi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Ximiya ham, nur ham o'zini yo'liga, bu o'zini yo'liga. Buni o'zini vazifalari bor, uni o'zini vazifalari bor. Bu insonning organizmidagi birinchi etapda onkologik kasallikning ildizini quritib bergani hisobiga ishtaha ochiladi. Organizm yaxshilanadi. Undan tashqari og'riqlar oladi. Hattoki morfiy qo'llayotgan insonlar hozir morfiy qo'lni tashlab yubordi. Shu darajada og'riga O'tgan safar o'zingiz gaplashgan Muhabbat opa sizda bo'lsa aytgandilar. Aytgan. Muhabbat opa sizdan keyin yana bir marta o'sha to'xtatib qo'yganlardagi yana qaytalanib qoldilar. Hozir Alloh shukr yana yaxshilar. Chunki bu narsani iste'mol qilayotganda iloji bo'lsa 1 yil davomida iste'mol qilishga tindirmasdan. 1 yildan keyin 3 oy, 4 oy dam olib turib yana chunki onkologik kasallik insonning organizmida bir qumma zarrasidek qattiq qolib ketganini hech kim bilmaydi. U narsa keyin shuna tish tirnog'i bilan joylashib olib, nish otishni boshlaydi. Bekorga aytmayman, halilar ham qondan, ham suyakdan, ham teridan, ham yumshoq to'qimadan chiqarib yuborish yaxshi yordam beradi deb. Chunki xuddi aytaylik qorong'u zulmatda o'tirsangiz, siz qattandir kichkinagina yorug'likni kutishda nur tushsa o'shanga talab emasmi? Rakam xuddi shunaqa narsa. Asha ayol bilan gaplashganimda, endi biz kadr ortida o'tirib ro'molchani olib yig'ilavermaymiz, lekin ichimiz yig'lab turadi-da. Chunki o'zimizda ham onamiz bor. Onamizning onasi bor. Yaqinlarimizni, do'stlarimizni onalari bor. Ularda hayotida uchrasin demayman, lekin eshitasizmi yo'qmi, shu ssenariyni o'zingizning hayotingizga ozgina kirgizib ko'rasiz-da. Albatta. Xohlaysizmi yo'qmi, ong bu narsani Kirgizadi. darrov ssenariylashtirib yuboradi, o'zingiz onangiz bilan. To'ppa-to'g'ri. Asha ayol aytayapti-da, qarang qoshlarim yo'q deydi. Ro'molini oldi, sochlarim to'kilib ketgan deydi. Va haligi kinolardagi epizodlar bor-ku, oynaga qarab olib, ko'zida yosh bilan motivatsiya berib, onasini sochini oladigan bolalar, ayollar. Azaldan odamlarda shunaqa shakllanganda, onkologiyami bo'ldi o'ladigan kasallik. Onkologiyani eshigini tagiga borish, bu hammasi tugabdi deyish. Borib bitta onkologический больницаga tekshirtirib yuboring desa, o'sha yerda o'zida odam yuragi shuv etib ketadi-da, masalan, hozirgi paytda. Lekin bu stereotiplarni, bu tushunchalarni sindiradigan payt kelganda allaqachon. Menga misol uchun aytsam, xudo xolos yaxshi bo'lib ketasiz, sog'ayasiz desam,
rakka davosi yo'q deyishadi. Xo'p, davosi bo'lmasa nega menga qo'ng'iroq qilyapsiz deyman. Xo'p, o'zingiz sog'ayishni xohlamas ekansiz, sog'ayishga imkon yo'q deyotgan ekansiz, nimaga menga qo'ng'iroq qilyapsiz? Mendan nima xohlayapsiz aynan? Siz xohlagan narsani men baribir aytmayman. Men qanaqa qilib hech narsasiz sog'ayotgan insonlar bor. Onkologik kasallikdan dori, darmon, kimyo, nursiz sog'ayotgan insonlar bor. Nimaga meni haqqim yo'q kimdirni hozirgi paytda kasalsan, san deb turgan odamni sog'ayib ketasan yoki san battar bo'lasan deyishga haqqim yo'q. Unga men umid bermasam men nima qilib o'tiribman? Uni yonida kimi bor, kimi yo'q bilmasak. Ishonasizmi? Ayollar bor. Onkologik kasallik bilan kasallanib qolgandan keyin turmush o'rtoqlari bilan ajrashib ketgan, talog'ini berib yuborgan, qanchadan qancha. Bitta o'zi Rossiyada chet el yurib, hozirgi paytda ishlab, rak kasali bilan kasallangan insonlar ishlab, kimiyasini, nurini, dorisini, operatsiyasini qilib yurgan ayollar bor. Qanchadan qancha. Chet davlatlarida hozir. Er nomardlik qilib tashab ketgan. Albatta, Rossiya, Turkiya, hozirgi paytda xaridlarni qayerda ichyapti bo'ysiz? O'rta Osiyoda, Amerika, Rossiyada hattoki, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston ichayotgan joyda insonlar juda ham ko'p bu narsani. Lekin bitta narsani faqat tushunish kerak. Hozir bu narsani men ham ichaman. Sog'lom inson ham ichsa bo'ladi. Kasal inson faqat ichish kerak yoki kasal inson faqat sog'lom turmush tarziga qaytish uchun harakat qilish kerak degan narsa yo'q. Sog'lom inson ham kasal bo'lmasligi uchun harakat qilish kerak-ku. Albatta. Eng to'g'ri yo'l shu o'zi aslida. Lekin biz nimagadir faqat kasal bo'lgandan keyin sog'ayishni o'ylaymiz. Shu nimaga aytaman men? Mana shu gapingiz uchun bir misol keltiraman. 6 oy davomida halila mahsulotini kuzatib, 6 oydan keyin Allohga tavakkal qilib, og'irlashib qolganini olib ichishgandan keyin juda ham yaxshi bo'lgan. Bemor yeyishi, ichishi, o'ziga kelishi, gaplashishi boshlagan. 3 oydan keyin yoki 2 oydan keyin olamdan o'tgan bemor. O'sha inson bilasizmi qancha yig'lab telefon qildi menga? Men ahmoq 6 oy oldin nega olib bermadim shu narsani? Men natijasini ko'rdim-ku. Men o'zimni onamdan shu narsani qizg'andim. Men o'zimni onamni o'z qo'lim bilan o'ldirdim deb rosa yig'ladi o'sha inson. Chunki u natijasini ko'rib bo'ldi o'sha, lekin vaqt kamlik qildi. So'nggi pushmon o'zingga dushman deb bekorga aytmaydi-da. Bu inson o'ziga bog'liq. Men majburlab bir narsani unga bera olmayman. Va sehrli tayoqchangiz ham yo'q. Men faqat haqiqatni aytaman. Nimaga yordam berayotganini, men yordam beradi deb emas, yordam berib kelayotgan insonlarni ko'rsatib misol qilib bera olaman. Ayta olaman, mana ko'ring, bor, yo'q emas. Agar onkologik kasallikdan natija ko'rayotgan insonlar yo'q bo'lganini men aytmasdim. Assalomu alaykum. Baxtxon aya bilan kadr ortida gaplashib qoldik-da. Ta'sirlanganimiz ham bejiz bo'lgani yo'q. Bir hafta yashaysiz degan xolos shifokorlar Baxtxon ayaga qarab. Assalomu alaykum Baxtxon aya, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Bu gap qachon aytilgan sizga? 22-yil iyul oylarida. Iyun. Bir haftadan bir nechta yuztasi o'tdi mana. O'sha yoyilib ketadi dedi. Onkologiya. Metastaza deydimi shuni, nima deydi? O'sha tarqab ketadi shu hafta ichida dedi. Qildiringlar operatsiya dedi. Bizada dedi 15 million dedi. Sizlarda dedi bepul qiladi. Farg'onada. U bepul degani ham bor ekan endi. Bepul emas u. Ish qilib pul ketdi. Har holda 15 million emas. 15 million emas. Bitta buzog'imiz bor edi. Buzoqni sotib qo'limizga olib ketganmiz Farg'onaga. Operatsiya qildirdingiz? U paytda qildirib 4 ta ximiyadan keyin qildi ham operatsiyani. 4 ta ximiyadan keyin. Sizda onkologiya aniqlangan, rak kasalligi aniqlangan. Qayerda? Shu Bachadonda degan. Ki Farg'onaga keldik, nima akusherka qizimiz Bachadon bo'yni ekan dedi. Xavotir olmanglar, birinchi bosqich nima deganini bilmay, boshlanishi ekan deganini bilaman. Avani bilmay, keyin tomografiya ular ham qildirdi, bu yoqda ham Toshkentda ham qildirdik. 4 marta kimyoterapiya olgan. 4 ta kimyoterapiya oldik. 5-oktyabrda keyin operatsiya qilishdi. Shu operatsiyasiz iloji yo'qmi desam, yo'q deyishdi. Keyin operatsiya bo'ldim, keyin dekabr oyida, yanvar oyidami xullas yo'q, 1 oydan keyin ekan, 1 oydan keyin nur olasiz dedi. Tashqi nur dedi. O'sha yerda Farg'onani o'zida nur oldim. Keyin yanvar oyida kelasiz dedi. Naqa ichki nur olasiz dedi. Keyin mana shu yerda Toshkentda keyin gaplashib, anaqa o'rdan naqalar qilib, lekin
ichki nur ham oldim. Biz aytganimizni qilsangiz butunlay yo'q bo'lib ketadi dedi. Keyin endi bahorda o'zi meni uchetdan chiqarmoqchi edi. Keyin yana endi shunaqa gumon bo'ldi. Lekin ana qonlarimda ham chiqmadi, tomografiyada ham chiqmadi hattoki. Operatsiyadan keyin ham yana rak bor deb aytishdi Dedi. sizga. Deydi, endi keyin tomografiyalarda chiqmadi. Keyin Toshkentga anaqa qilishdi. Hattoki ximiya bermayman dedi ana odam. Beradigan ayol bermayman, bu analiz bilan dedi. Analizlaringiz yaxshi dedi. Keyin o'sha men aktyorkam oladi dedi. Chunki dedi tashqarida ekan dedi. Tashqarida o'sha tomografiyada ham chiqmaydi, anaqada ham chiqmaydi, qonda ham chiqmaydi ekan. Dedi, o'zim yaxshiman deyman-da. O'zim yaxshiman-ku, soppa sog'man deyapman. Shu boshqa iloji yo'qmi, yo'li yo'qmi shu ximiyasiz deyapman-da desam. Nimaga ximiyogingiz kelmadi? Chunki men 4 marta oldin bildim-da juda ham yomonligini. Azobda bo'lganda. Azob bo'ldi, lekin 4 kundan keyin boshlanadi, 10 kun davomida qiynaldi. Nima bo'ladi? Og'riq bo'ladimi? Yo'q, faqat ko'nglim ayniydi, ovqat yegim kelmaydi. Shu asosiy ko'ngil aynish bo'ldi menda. Shu. Keyin yana 2 marta kimyoterapiya Keyin yana shu 24-yilda oxirida, dekabrda boshida, oxirida oldim 2 ta. Shunaqa ikkinchisi yomon bo'ldi. O'sha turib boshlandida, shu obugan bo'lsam 3 kunda boshlandida, oldin unaqa bo'lmasdi. Uyga yetib bemalol kelardim, o'ynab kulib chiqib kelardim. Keyin unisida ashaddiy boshlanadi. Keyin juda ham qiynaldim. Hattoki shu mayli Xudo naqani nima deydi, umrim Xudoyim umri qancha bergan bo'lsa, o'shini yashayman, olmayman ximiya dedim-da. Desam, keyin shu endi boshqa nima oqtaryapmiz-da. Yechim oqtaryapmiz. Unisi u dedi, hali tabib bor, bu dedi. Shunaqalar oqtaryapti. Keyin qizim shunaqa Toshkentda qo'yloqda turadigan qizim shunaqa, "Oyjon, Halila degan mahsulot bor ekan" dedi. "Shunga qarshi ekan" dedi. Shunaqalarda bloklab tashlaydi ekan dedi. Keyin sразу shuni oldim, shuni ichganimdan keyin 3 kundan keyin 4-kuni keyin biram endi o'zimni shunaqa yaxshi his qildim. Allohdan, har ish Allohdan. Keyin avvalo o'sha Allohdan o'sha nima deydi haligi sabab qilib shuni jo'ratganda, ana bir nimani rivoyat eshitganmisiz? Bir ibodatli odam faqat Allohga ishonar ekan. Birovga hech kimga ishonmas ekan, shu ibodatli, Allohga ishonadigan odam. Keyin shunda anaqa bo'lib ketgan ekan, suv toshqini bo'lib ketgan ekan. Suv toshqinida kema kelibdi, qayiq kelibdi, xullas, chiq desa yo'q. Meni Alloh o'zi qutqaradi debdi, chiqmabdi. Keyin shu bilan cho'kib ketibdi. Keyin Allohning huzuriga borib, meni nima qutqarmading desa, senga bunaqa jo'natdim-ku, o'shuni men jo'natdim seni qutqarish uchun, sen o'zing ko'nmading debdi. O'shini singari menga Xudoyim o'sha halilani yetkizdi. Nima o'zgarishlar bo'ldi ichganingizdan keyin va qancha kunda? 4-kun deganda sezdim. Og'riqlar yo'qoldi. Og'riq paydo bo'ldi. Oldin og'rimasdi. Qayerda og'riq paydo bo'lgan? O'sha qorin sohasida. Yo'q, o'sha nimada? Bachadonda, tashqarisida xullas. Keyin o'sha og'riqlar yo'qoldi. Keyin kuchlarim joyiga kelib qoldi. Juda ham o'zimni yaxshi his qildim. Ishtaha ochilgan. Ishtahalarim ham hamma yo'g'im zo'r bo'lib qoldi. Keyin shu bilan shu ichishni davom ettirdim. O'zim hech ham hali charchoqni ham sezmayman, boshqani ham. Hech anaqa og'riq yo'q. Dalinalarim joyida, Xudoga shukr, alhamdulillah. 6 marta ximiyogan odamga o'xshamaysiz, lekin ayolga o'xshamaysiz. Yoshingiz nechida? 62 ga to'lib 63 ga ketyapti. Ilohim umringizni bersin. Lekin kirganingizda men o'yladim, qizingiz bilan kelibsizmi yoki nevarangiz bilan keldingizmi? Birorta bemor olib kelibsiz deb o'ylabman men. Bilsam siz o'zingiz boshingizdan o'tkazgan ekansiz bu narsani. Lekin ko'rinishingizdan haqiqatda bemor insonga o'xshamayapsiz. Rahmat. Foydasini haqiqatda sezdingiz. Haqiqatdan sezdim. Endi nima, men hayolimda endi butunlay yaxshi bo'lib ketay avvalo. Hammaga shu Farg'onaga borib ham kasallarga aytkim keladi. Chunki men o'sha Farg'onaga borganimda dekabr oyida. O'shunda ham mablag'imiz yetmay qoldi-da. Nasiyaga bering desam, aptekachi bermayman dedi. Shunda yig'lab. Boshqa dorinimi? Yo'q.
nimaga edi? Ha, o'sha ximiyani. Ximiya yo'q ekan. Pulga oldik. O'shanda qarzga berib turinglar, keladi bugun ertalab pul yo kechqurun keladi desam, yo'q dedi. Lekin yig'ladim. Haligilar bilan endi asabim joyida emas, urushib ketay dedim. Keyin nimalarni olib kelyaptirib oxirgi marta ximiyani olib kelyaptirganda duo qildim. Ilohim, hamma kasalga Alloh shifo bersin. Aptekalar yo'q, bekilib ketsin dedim. Sizlar boshqa ish qilinglar dedim. Ilohim dedim. Kasallarimizga bir Alloh g'oyibidan shifolar bersin dedim. Yaxshi bo'lib ketsin ilohim. Shu kasalliklar yo'q bo'lib ketsin deb yig'lab chiqib kelganman shunda. Xudoga iltijo qilaman. Qanaqa duo bo'lsa shu sog'lik haqidami, tinchlik haqidami, hammasini yodlab har kuni namozlarda har kuni o'qiyman, Xudodan so'rayman. Xudoga ishonaman birinchi bo'lib. Xudo mukammal shifo berayotgan rost bo'lsin. Ilohim, avvalo shu Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Shuni bandalariga, balki shu bandalariga shuni shifo qilib chiqargan. Inshaalloh. Shuni nima deydi, o'shuni boshlab shu Toshkentga, O'zbekistonimizga olib kelganlarga rahmat, Allohim rozi bo'lsin, ilohim. Bemorlarga nima deysiz? Bemorlarga aytaman, shu halila mahsulotini ichinglar, Xudodan so'ranglar birinchi bo'lib, Alloh shifo berguvchi faqat Alloh. Xudodan so'rab, ishonib, shu nimani halila mahsulotini ichinglar deyman. Ilohim, Allohim umrlaringizni ziyoda qilsin, kasallarimizga shifolar bersin. 60 dan ortiq giyohlardan tarkib topganda halila tarkibini o'qib ham chiqqandursiz o'zingiz. Mana tanangizda bo'lgan o'zgarishlardan ham sezibsiz. Rangingizni o'zi ham aytib turibdi. Menimcha tomoshabinlar ham menimcha siz deb shubhalanib o'tirishgan bo'lishi ham mumkin. Balkim aytibman. Boshdan o'tkazmagan odam bilmaydi-da. Lekin bitta narsa aniq, sizning ko'z yoshlaringiz bekorga to'kilmayapti-da. Sizni ko'z yoshlaringiz mayga kelib rol o'ynab berayotganingiz uchun to'kilmayapti-yu. Siz haqiqatni aytayotganingiz uchun ichingizdan og'riqlarni his qilib va mana shu kasallikni qachonlardir tuzalmas deb aytilgan kasallikni, masalan, yengib o'tib, uni ustidan g'olib kelganingiz uchun bu quvonch ko'z yoshlari to'kilyapti-da. Bu narsani sahnalashtirish bizga ne darkor? Haqiqatdan natija olib turgan insonlar bo'lsa, mana Baxtxon aya singari o'zlari kelib men foyda topdim deb o'tirganlari uchun ham biz gapiryapmiz va mana shu ko'z yoshlariga, quvonch ko'z yoshlariga biz ham qo'shilgan bo'ldik. Ilohim bardavom bo'lsin. Shifoingiz mukammal bo'layotgan rost bo'lsin. Rahmat, baraka topinglar ilohim. Ilohim kasallarimizga avvalo Alloh shifolar bersin. Amin. Shu sizlarda shu mehnatlaringizni Allohim rozi bo'lsin, Allohim. Rahmat hammalaringizga. Siz ham rozi bo'ling. Ilohim yaqinlaringizni har doim yuzga kirganda ham duo qilib o'tiravering. Ilohim rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Haqiqatda sezdingizmi foydasini? Ha, o'sha kuchim xuddali nima deydi? Yosh odamni avvalgidek eman. Endi men operatsiya bo'lmaganimdan oldin shuni uchratganimda bo'lmasmidi ekan, shu operatsiya bo'lmay qolarmidimmikin deyman. Chunki operatsiyadan oldin haynaqa berar ekan, nima edi? Nima? Semirtiradigan nima? Gormonlar. Gormonlar berar ekan. Ana shu gormonlar meni endi ozgina qiynayapti hozir. Shu tabiiy narsalar uydan uzilmagani yaxshi. O'sha men hozir iloji boricha ana shu brokolini yeyman, chesnok yeyman. Keyin yana nima mayizni evitib ertalabda nahorda yeyman, o'sha qonim normal tursin deb. Ta'siri sezilyapti lekin. Keyin yana ish qilib nima anaqa qilsa immunitetni ko'tarar ekansa, Allohimdan so'rab, Allohim shifo qilgin tanamga, ibodatlarimizga quvvat qilgin deb har doim o'sha yeyotgan narsamni Allohdan so'rab yeyman. Birinchisi ixlosda baribir, hamma narsaga ixlos qilsangiz bo'laveradi. Menga telefon qilishadi, ko'kragim juda ham qattiq og'riyapti, desam bo'ladimi? Boshim juda ham qattiq og'riyapti. Bir xil payt ko'zim oldi xirashkada qo'rqib ketyapman, menda rak bormikin deydi. Necha yoshsiz? Sen 35 yoshman. Doktor bilansizmi? Desam, ha dedi. Doktorga borib doktor ko'rikdan o'ting deyman. Tashxis aniq qiling. Yo'q, tashxis yo'q. Ular o'ziga tashxis qo'ydi. Menga nima deyishayotganimda, meni ko'kragimga qattiq bir bez kelib qolgan, doktorga borgani qo'rqyapman. Yomon kasallik desachi. Ha siz yomon kasallik desachi degunizchi o'zingiz u narsa bo'lib qolsangiz-chi? Bolalaringiz bormi? Sam ha deydi. O'zingiz o'ylamasangiz bolalaringizni o'ylang. Hop doktor nima desa der, lekin siz tekshirishingiz kerak-ku.
Chora qilish bez qochib uchun. qolgan bo'lishi mumkin. Limfa tugulari shamollagan bo'lishi mumkin. Baribir borib ko'rikdan o'tishingiz kerak-ku. Yo'q deydi, men bormayman. O'ziga o'zi shu narsani so'rab olib, o'zini o'zi agar bir qobiqni ichiga solib qo'ymasa, Tamg'a qo'yib olmasa deng. bo'ldi, men rak ekanman, bo'ldi, tugadi, men o'laman endi. Yo'q. Sizga osondir, menga osondir bu narsani yetish balkim. Lekin men shu kasallar bilan ishlab yuribman-da. Sizga ham oson bo'lmasligi, sizga ham oson emasligi aniq-ku, chunki o'zingizni hayotingizda shunaqa inson yashagan. Albatta. Endi to'g'ri, menga nisbatan aytishingiz mumkin, sizga osonda Sarvar, sizni hayotingizda ilohim bundan keyin ham bo'lmasin, lekin Bo'lmasin ilohim, hech kimda bo'lmasin. Siz boshingizdan o'tkazgansiz buni. Yana bir misol esimga tushib qoldi. Yaqinda bir klinikaga bordim. Tez yordam avtomashinasini haydovchisi aytayapti. Yonimizdagi davlat shifoxonasidan deydi, bir 15 yashar atrofidagi qizni uyga tashlab kelishim kerak bo'ldi. Chaqirishdi. Yo'l-yo'lakay gaplashib ketdim. Nima tashxis qo'yilgan? O'pkasida rak aniqlangan, tarqab ketgan. Xullas bo'lmaydi deb qaytarib berishdi. Kislorod uskunasida ketyapti, deyapti. Shunday borsak deydi, 2 qavatli qilib uyni qurgan deydi. Bemalol tez yordam mashinasi uyini hovlisidan aylanib chiqishga imkon topa oladi deydi. Kiradi, orqadan chiqadi emas. Va deyapti, kislorod hech qanaqa uskuna olib kelib qo'ymadinglarmi? Bu qizni qanday desa, befoyda hammasi deb tayyorgarlik ko'rishib qo'ygan ekanda uyda. Endi tasavvur qiling deydi, meni deydi haydovchi aytayapti. Anovi qiz gapira olmayapti deydi, lekin og'zidan kislorodni olyapsam qo'lim mahkam ushlab turibdi deydi. Olmay kislorodni. Yashagim kelyapti meni deb aytayapti deydi-da. Endi bu narsani men hozir ta'riflab berib to'g'ri, ko'zim og'zim namlangan bo'lishi, boshqa bo'lishi mumkin. Shifokorlar didasi qatib ketgan, boshqa deyshadi. Ammo qarang, esini tanigan 15 yoshli qiz rak kasalligi tashxisidan keyin o'pkasiga tarqab ketganning orqasidan uyga javob berilyapti. Uydagilar umidni uzgan, lekin qiz umidini uzmaganda hali ham. Olmang shu kislorodingizni, mashinangizni kislorodini deb qo'limni mahkam ushlayapti deydi. Men nima qilay shu vaziyatda deydi-da. Nimaga gapiryapmiz degan savolga javobda bu. Shunaqa bizni qo'limizni ushlab turgan umidlar qancha bo'lishi mumkin? Uzoqda turib olib, sizga yelkangizga yopishib turganlar qancha bo'lishi mumkin? Bu narsani biz bilmaymiz, ko'rmaymiz. Mana shunaqa suhbatlarimizdan keyin mayli million odam eshigimiz tagiga yog'ilib kelmasin, lekin bitta shu hayotni qo'lini siqib turgan odam xotirjam qo'yib borib yashashni boshlasa, shu biza asl maqsadimizda aslida. Albatta. Va u insonga orqasiga bog'langan qo'llar ham bor-da, bir nechta. Biz faqat birgina insonni emas, bir nechta insonga yordam bergan bo'lamiz. Kimdirning misol uchun aytaylik, onasi bo'lsa, kimdirning ayoli. To'g'rimi? Kimdirning farzandi u. Ancha-muncha inson baribir bu narsani taskin topadi ko'ngli. Endi juda ham ko'p buni holat, to'g'ri, juda ham bir ta'sirli holatda aytib berdingiz hozir. Buni holat juda ham ko'p bo'lgan o'zimda ham. Qiyin. Insonlar telefon qilib, hattoki shunaqangi erkak kishilar borki, yig'lab, Yusufjon, og'riqqa chidolmayapman uka deydi-da. Ayolim ko'rmasin, ayolim eshitmasin deb kechasi yassig'ini tishlab yig'layman deydi. Og'riq shunaqangi bo'lganligidan. Endi keyin bir kichkinagina misol qiling. Hech qo'lingizmi, bu joyingiz yiringlaganmi, tishingizmi? Ha. Xuddi ana loq-loqqa o'sha joyingiz yurak urib og'riganmi? O'sha narsani 1000 barobarini tasavvur qilib ko'ring-chi. Yurakning ritmida og'riydi. Xuddi shunaqa loq shunaqa og'riq kuchli bo'ladiki, o'sha inson tishlab, yassig'ini tishlab yig'layman. Ayolim ko'rmasin, ayolim meni bunaqa holatda eslab qolmasin deb. Mana yaqinda bir mutaxassis bilan gaplashdik. Rak aniqlangan orqa umurtqasida deydi. Bemor qiz deydi, yosh 17 yoshmi, adashmasam nechidir yosh deydi, xullas o'smirlik davri deydi. O'tirgan joyda shunaqa tirnab yig'laydi deydi. Ushlab olgan joyini deydi, o'tirgan joyidagi predmetga qo'li shunaqa darajada kirib ketadi, og'riq azobidan deyapti-da. Balki shu suhbatlarimiz shunaqa og'riqlarga malham bo'lsa, ajab emas. Oldimizda turgan malham bo'lsa, o'z nomiga yarasha yengil yechim bo'lsa, ajab emas. Hamma yengil yechimni qidiradi-da baribir. Hech kim Marsga borib davolanib kelishni xohlamaydi. Eshigini tagida o'sib yotgan o'simligi tanasining qaysidir qismiga shifo bo'lsa, shuni darrov olib qaynatib ichib olsam deydi. Va yillar davomida to'plab kelgan 5 yillik, 6 yillik azob uqubatlarini shu halinglarni 3 kun ichsa-yu yaxshi bo'lib qolsam deb o'ylaydiganlar bor.
hamma niyatiga yetsin, lekin yengil yechim oldimizda turibdi-ku degan ma'noda bu suhbatlarni tashkil qilyapmiz demoqchiman. Agar bu sinalmagan bo'lganda, aytaylik onkologik kasallik bilan kasallangan insonlar ichmagan bo'lganda, aytaylik bir necha xil onkologik kasallik bilan kasallangan bemorlar natija ko'rmagan bo'lganda, ana unda ikkilansak bo'lardi. Bazangizda nechta odam bor? Qanchasi shifo topgan? Shuni ham aytib keting. Ba'zida insonlar natija ko'rgan insonlar soni juda ham ko'p. Hozirgi paytda 2 yoshdan tortib hozirgi paytda 90 yoshgacha bo'lgan insonlar bor. Tog'ma-tog' sakrab yurgan insonlar bor. Kecha bir inson qo'ng'iroq qilib, 3 ta yaqinim onkologik kasallikdan sizdan natija oldi dedi. 3 ta dedi. Biramon efir qilib o'tiraman, 3 ta bir emas, 3 ta. 3-bosqichda, uchalasi ham 3-bosqich doktorlar javob bergan, juda ham ahvoli og'ir edi. Uchalasi ham natija olgani uchun meni o'zimni o'g'lim, men ko'rib gaplashdim. O'g'illar yotibdi haqiqatdan. O'g'limga bermoqchiman dedi. O'chalik inson ham yaqinlarim natija olganim uchun olmoqchiman. Ilohim to'rtinchisi bo'lsin Inshaalloh aytganingiz kelsin, lekin ota shunaqangi yig'lab telefon qildilar, video bilan gaplashdim. Ahvollari juda ham og'ir haqiqatdan. Shifoni Alloh beradi albatta. Bu sababini qilishdan to'xtash kerak emas. Hech qachon umidsizga tushib qolish kerak emas. Yechimi bor. Albatta har bir narsaning yechimi bor. Rakni ham bir nechta tabiatlisi bo'ladi. Endi buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Shu kasallik bilan kurashayotganlar ham yaxshi biladi-da. Olinayotgan kimyoterapiyalar qaysidir turini yo'q qilsa, qaysidir turini noto'g'ri qo'llanganda rivojlantirib yuborishi ham mumkin. Endi qilinayotgan choralar tabiati aniqlanmasdan turib qilinsa, tabiiyki foydamizga ishlamasligi aniq. Aksincha bo'ladi. Halilada nazarimda unday narsa bo'lmasa kerak. Rakni har qanaqa turda yordam beradi, to'g'rimi? Albatta. Agar rakni har qanaqa turiga natija bermaganda, men bu narsani aynan rak deb emas, bosh miyadagi rak yoki buqoqdagi rak deb bir ginasiga urg'u bergan bo'lardim. Albatta, chunki aytayman-ku, hozir bosh miyada ham, buqoqda ham, ko'krakda ham, bachadonda ham, suyakda ham, qonda ham Alloh shu natijalarimiz bor, yo'q emas. Bardavom bo'lsin ilohim. Eng muhimi bir narsa faqat. Bemorga nima kerak? Nima xohlayapti? Bo'ldi. Agar siz iste'mol qilishni xohlaysizmi, mana. Yo'qmi? Yo'q, undan ko'ra kuzatmang. Chunki ertaga afsuslanadi u inson. 1 oy, 2 oy, 3 oydan keyin u inson xalilarni ko'radi-da, o'sha payt olib bermagandim deb ishoning, bir kunda yo'q deganda 10 ta shuna xat keladi menga. Bekor olib bermanman shu narsani. Olib berganimda balkim natija ko'rgan bo'lar, balkim oldinda yurgan bo'larmidi degan insonlar soni juda ham ko'p. Unday deydiganlarimiz, yuqorida aytganingizdek shifo topdik deydiganlar ilohim Ko'paysin. yana ko'paysin. Savollaringiz bo'lsa, fikr mulohazalaringiz bo'lsa, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarda bemalol kuzatib, fikrlaringizni, savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Biz buni majburlab borib og'zidan quymaymiz. Albatta, o'zingiz istab tanlov qilganingizda bog'lansangiz, mutaxassislar konsultatsiyasi bepul, o'zingiz ham gaplashasiz bemorlar bilan, yetkazib berish ham bepul va yana shunaqa xush xabarlar bilan, yaxshi natijalar bilan suhbat qilish nasib qilsin. Aytganingiz kelsin. Eng muhimi shu joyda shu kasallik bilan kasallangan insonlarga bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Avvalambor shifo Allohdan-da. Hech qachon umidsizlikka tushmanglar. Shimiyami, nurmi, operatsiyami nima bo'lishidan qat'iy nazar, nima chora qilishingizdan qat'iy nazar umidsizlikka tushmanglar. Chunki baribir inson o'zini kimgadir kerak bo'lib yashashini his qilishni xohlaydi. Agar sizni farzandingiz bor bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz bor bo'lsa, ular uchun harakat qilishdan to'xtamang. Chunki shifoni Alloh beradi. Kimgadir halila orqali, kimgadir kimyo orqali, kimgadir nur orqali hech kim bilmaydi. Lekin sababini qilishdan to'xtash kerak emas. Chunki hozirgi paytda sababini qilayotgan insonlarning natijalarini ham ko'rib ko'ramiz. Allohim hamma dardiga shifo bersin. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizga rahmat, katta suhbat uchun. Salomat bo'ling.